Mening yurtim telekanalida 2026-yil 23-yanvar kuni soat 18 dan 10 daqiqa o'tganda namoyish etiladigan Qodirxon Togri yo'l serialining 10-mavsum 86-qismi tomoshabinni yana chuqur mulohazaga chorlaydi. Bu qism voqealar rivojida muhim burilish bo'lib, har bir qaror taqdirga bevosita ta'sir qilayotgandek tuyuladi. Serialning asosiy kuchi uning hayotga yaqinligida. Yangi epizodda Qodirxonning ichki kurashi yanada aniqroq ochiladi. Togri yo'ldan chetga chiqmaslik istagi va atrofdagi bosim o'rtasidagi qarama-qarshilik nihoyatda ishonarli tasvirlangan. Shu sababli voqealar sun'iy emas, balki tabiiy va ta'sirchan ko'rinadi. Syujet izchil, dialoglar esa mazmunli. Har bir sahna tomoshabinni befarq qoldirmaydi, aksincha, o'z hayoti va tanlovlari haqida o'ylashga undaydi. Aktyorlar ijrosi serialga alohida chuqurlik bag'ishlab, qahramonlarni yanada yaqin va tushunarli qiladi. Qodirxon Togri yo'l 10-mavsumda ham o'z saviyasini yo'qotmay, mazmunli hikoya va kuchli dramatizm bilan ajralib turibdi. Bu qism syujetni yangi bosqichga olib chiqishi bilan albatta esda qoladi.